Zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqma. Juda zarur bo'lsa faqat kunduzi chiq. Oyimdan shu so'zlarni eshitganimga ishongim kelmasdi. Biz bilan, shahar bilan shunday hodisa yuz berganiga ishona olmasdim. Mana men yolg'iz yashayapman. 7-qavatda. Qolgan butun olamdan berkinib yashayapman. Qotgan non va konservani deyarli 5 oydan beri yeyapman. Xayriyat, onam vitaminlarni to'plab qo'ygan. Hech bo'lmasa shu yetarli. Odatiy ovqatni juda sog'inganman. Bir bo'lak tort uchun qancha pul bo'lsa ham to'lardim. Faqat ular menda bo'lsa albatta. Oldinlari men tundan qo'rqardim. Ko'chadagi ovozlar, derazamdan tushayotgan yorug'ni kimdir ko'rib qolishidan qo'rqardim. Shuning uchun unga qalin parda osganman. Qishda qanday yashaysan deysizmi? Xonada otam yasagan kichkina pech bor. Mo'risi deraza tuynugidan tashqariga chiqib turibdi. Ko'mir va o'tin zina tarafda. Ba'zida esa qo'shni kvartiradagi taburetkalarni maydalab olib kelaman. Kechasi pechni yonida uxlayman. Hammasi yaxshi edi. Lekin bir kuni oziq-ovqat tugayotganini payqadim. 12 banka shaftoli qo'shilgan loviyali konserva. Do'kon omboriga borish kerak. Dadam yaqinimizdagi supermarketdan olib kelardi. Ko'chaga qaradim. Pastda hech kim yo'q edi. Butun qish davomida hech kimni ko'rmadim. Ular qayoqqadir g'oyib bo'lishgandi. Ko'chaga chiqish rejasini tuzdim. Yaxshiyam ko'chani 5 qo'limdek bilaman. Do'kon yaqinimizda, 600 qadam narida. Men tong otishidan oldin tayyorlana boshladim. Qo'llarim va oyoqlarimga qalin jurnallarni o'rab chiqdim. Xuddi kinolardagidek. Bu noqulay edi, lekin oz bo'lsa-da o'zimni xavfsiz sezardim. Qo'limga otamni bolg'asini olib, ryukzakimni taqib oldim. To'g'ri, ko'p olib kela olmayman, lekin 2 haftaga yetgulik g'amlashim mumkin. Yoz esa ovqat izlashga qiynalmasam kerak deb o'ylayman. Zina tarafga yo'l oldim. Atrof jimjit edi. Hovliga anchadan beri chiqmagandim. Yuragim dupurlab urardi. Elektr anchadan beri yo'q bo'lgani uchun podyezd eshigi berkitilmasdi. Otam unga ilgich qistirib qo'ygandi. Men uni ochib, eshikni itardim. U ochilmadi. Tashqaridan nimadir tiralib qolgandi. Bor kuchim bilan itarib uni ochdim. Bu murda edi. To'g'ri menga tikilgancha yotardi. Ko'zlari allaqachon so'ngandi. Qimirlamasdi. Orqamga qaytsammikin deb ham o'yladim. Lekin chiqmasam ochdan o'lishim mumkin edi. Hovlida hech kim yo'q. Qayoqqa g'oyib bo'lishganini bilmasdim. Qish boshlanishi bilan ko'rinmay qolishgandi. Bilmadim, balki podvalga tushib olishgandir. Juda qo'rqardim. Asta, qo'rqa-pisa qadam tashlab do'konga yaqinlashdim. Anchadan beri tozalanmagan qor uyilib yotardi. Siniq derazadan oynalarni bosib, shovqin solmaslikka harakat qilib ichkariga kirdim. Ichkari qop-qorong'u, qor uyilib yotardi. Atrofimga qaradim. Qutilar bo'sh, hech nima yo'q edi. Nihoyat omborxona eshigini topdim. U yerdan yegulik topish ehtimoli katta edi. Eshik nima bilandir tiralib, tamballangan. Keyin esa uni ochib ichkariga kirdim. Katta polkalar qatoriga ko'zim tushdi. Ustilarda ko'p qutilar bor edi. Nima uchun ularni olib ketishmaganiga hayron edim.
Men tezroq ryukzakimni konserva va tushenkalar bilan to'ldirishga harakat qildim. Yaroqlik muddatiga qarab ham o'tirmadim. Oyoqlarim qaltirardi. Tezroq uyga, xavfsiz joyga qaytishni istardim. Ryukzakimni to'ldirib chiqib, eshik tomon yo'l oldim. Shu payt kimdir oyog'imdan ushladi. Men bir ustimni ushlab yiqitib yubordim. U to'g'ri uning ustiga tushdi. Boshini maydalab yubordi. Mana nima uchun bu omborxona berkitilgan ekan? Bu yerda murdalardan biri qolgan ekan. Ryukzakni olib uyga chopdim. Eshigim oldida kimdir turardi. Fonar yorug'ida uning kimligini bildim. Bu mening dadam edi.